Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana yana bitta obyektimizga kelganmiz. Topshirib berish jarayonidamiz. Oz qoldi, xudo xolasa, tunukalarni qatirib beryapmiz. Tunukani taydan bunaqa stiklavatasini qo'yib qatirib beryapmiz mana. Izolyatsiyasi o'zi bilan bo'lyapti, xudo xolasa. Iplarini tortib, osilmaydigan qilib, yo'q puxta qilib qo'yib beryapmiz. Xo'p, bu joyimizga keladigan bo'lsak, eniga 20 metr, uzunligi 40 metr joyga bir skatli qilib qo'yib berganmiz mana. Yarimiga tunukalar qatirib bo'ldi. Yarimiga endi qatirib beramiz, xudo xolasa. Konteyner profildan bo'lgan. Eniga 20 metr joy. Xizmatimiz O'zbekistonda 12 ta viloyatida mavjud. Kimda shunga o'xshash zaniyalar bo'lsa, tepasini nimadan yopishda o'ylanib turgan akalarimizga xizmatlarimizni tavsiya qilamiz. Eniga 30 metr bo'lgan joylarda ustunsiz holatda yopib beramiz. Baquvvat qilib. Ekranda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.